Cobalt'imizda o'zim ham rul turuvdi. Rulni yechib tashlaganmiz. Sababi multimedia cruise control knopka uстановка qilingandan keyin ozgina zamikani bo'lib, mashina yonib ketishiga ozgina qolgan. Ham detallarni hammasini almashtirganmiz. Orqasida turadigan detallargacha almashtirganmiz. Bunaqa Cobalt'da o'zini anatomiический rulni uстановка qilib berganmiz. Malibu tablo uстановка qilingan. Motor gradus suvlarni ko'rsatib turadi. Kilometraj hamma narsa zavodskoyda qoladi. 60 ming yurganman. Bemalol o'zgartirsanglar bo'ladi albatta. Bu yoqda ham mana elektronik speedometr, hamma narsasi qoladi. Bemalol maza qilib foydalanib ketilsa bo'ladi. Tarpetkani ikkitachasini koja qilib olganmiz. Polni salon black piano bo'lgan, Malibu bar uстановка qilingan. Aytib o'tganimiz anatomiический rul. Airbag hamma narsasini zavodskoyda qolib ishlatib qo'yganmiz. Hali shu paytgacha muammo bo'lgani yo'q, alhamdulillah. Apshifkalar koja bo'lgan, perforatorli. Mana shunaqa dizaynda podsetkalar hammasi gabaritga ulangan, farani yoqqanda yonadigan bo'lgan. Old eshik tonirovkalari bo'lgan, kardinaldan chexollar taqilgan. Hamma narsasi bitta. Okamizga o'tida topshirib yuboramiz. Xizmat turlarini tanlayotganingizda sifatli xizmat turlarini tanlashni maslahat berib qolamiz. Shtobi keyinchalik mana har xil yoqimsiz holatlar bo'lmasligi uchun. Shu sababdan narx-navoda ozgina farq qilsa xafa bo'lmaysizlar, chunki sifatli xizmat turlari har doim qimmat yurgan. Xizmatdamiz. Kimga sifatli xizmat turlari kerak bo'lsa, bemalol Avtokomfort jamoasiga murojaat qilsanglar, Malibu tablo uстановка, boshqa turdagi xizmatlar, professional darajada elektronik xizmatlarni ko'rsatib davom ettiramiz. Joningiz sog' bo'lsin, o'zingizni ehtiyot qiling.